Ilashgan kuchlanish zonasidagi havo liniyadagi ishlar tayanchdan yerga qadar tushirilgan simga tegish bilan bog'liq bo'lsa, bunday ishlarni elektr himoya qo'llab yoki potensiallarni tenglashtirish uchun ushbu sim o'tkazgich bilan ulangan metal maydonchadan turib bajarilishi zarur. Ishlarni yerdan turib elektr himoya vositalarini va metal maydonchani qo'llamasdan simni har bir tegish joyining bevosita yaqinida, ammo ishlayotgan odamlardan 3 metrdan uzoq bo'lmagan masofada yerga ulash sharti bilan bajarishga ruxsat etiladi. Momaqaldiroq yaqinlashayotganda havo liniya va ochiq taqsimlash qurilmasida barcha ishlar YTQ, yopiq taqsimlash qurilmasida esa havo liniyasiga bevosita ulangan kommutatsiya apparatlari va ularni kirishlaridagi ishlar to'xtatilishi shart. Tuman va yomg'ir vaqtida izolyatsiyalovchi himoya vositalarini qo'llashni talab qiladigan ishlarni bajarish taqiqlanadi. Yerga tutashuv aniqlangan taqdirda tutashuv joyiga yopiq taqsimlash qurilmalarida 5 metrdan ochiq taqsimlash qurilmalarida 8 metrdan kam masofaga yaqinlashish taqiqlanadi. Ushbu joyiga ko'rsatilgan masofadan kamroq masofada yaqinlashishiga faqat yerga tutashuvni bartaraf etish uchun kommutatsiya apparatida o'chirish-ulash ishlarini bajarish uchun, shuningdek jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish zaruriyati bilan bo'lganda ruxsat etiladi. Bunday hollarda asosiy elektr himoya vositalari bilan birga qo'shimcha himoya vositalaridan ham foydalanish zarur. Xodimlar elektr qurilmalarida olingan kuchlanish ogohlantirishsiz qayta berilishi mumkinligini har doim yodlarida tutishlari shart. Saqlagichlarni olish va o'rnatish odatda kuchlanish olinib bajariladi. Saqlagichlarni kuchlanish ostida, ammo yuklamasiz olish va o'rnatish sxemasiga kommutatsiya apparatlari bo'lmagan ulanmalarda amalga oshirilishi mumkin. 1000 voltgacha kuchlanishli shitlar va yig'malarda ulanmalar saqlagichlarni vertikal bo'yicha birini ustiga boshqasini joylashtirilgan, fazalar vertikal joylashtirilganda hamda kommunikatsiya apparatlari bo'lmagan sxemalarda saqlagichlarni yuklama ostida olish va o'rnatishga yo'l qo'yiladi. Bunda ko'zni himoya qilish vositalari o'rnida yuzni himoya qilish vositalari qo'llash tavsiya etiladi. Kuchlanishi 1000 voltgacha bo'lgan elektr qurilmalarida yopiq turdagi saqlagichlarni va kuchlanish transformatorlari saqlagichlarni kuchlanish hamda yuklama ostida olish va o'rnatishga ruxsat etiladi. Saqlagichlarni kuchlanish ostida olish va o'rnatishga quyidagilardan kuchlanish 1000 voltdan yuqori bo'lgan elektr qurilmalarida izolyatsiyalovchi qisqich shtanga, dielektrik qo'lqop va himoya ko'zoynaklaridan, kuchlanishi 1000 voltgacha bo'lgan elektr qurilmalarida izolyatsiyalovchi ombirlar va yoki dielektrik qo'lqoplar, ochiq eruvchan o'rnatma bo'lgan taqdirda esa ularga qo'shimcha himoya ko'zoynagidan, niqobdan foydalanish shart. Ishlarni xavfsiz bajarilishini ta'minlovchi tashkiliy chora-tadbirlar. Elektr qurilmalarida ishlarni xavfsizligini ta'minlovchi tashkiliy chora-tadbirlarga quyidagilar kiradi. Ishlarni naryad, ijozat, keyingi o'rinlarda matn
o'rinlarda matnda naryad deb yuritiladi. Ishlar naryad ijozat, farmoyish yoki joriy ekspluatatsiya tartibida bajariladigan ishlar ro'yxati orqali rasmiylashtirish. Ishga ijozat berish, ish jarayonida nazorat olib borish, ishdagi tanaffusni va boshqa ish joyiga o'tkazishni, ish tugallanganligini rasmiylashtirish. Naryad, farmoyish va joriy ekspluatatsiya. Elektr qurilmalarida bajariladigan ishlar naryad, farmoyish va joriy ekspluatatsiya tartibida bajariladi. Naryad bu belgilangan shakldagi maxsus blankada rasmiylashtiriladigan hamda ish mazmunini, joyini, uni boshlash va tamomlash vaqtini, xavfsiz bajarilish shartlarini, brigada tarkibini, xavfsiz bajarilishi uchun javobgar shaxslarni va boshqalarni belgilab berish topshiriqdir. Naryad shaklni mazkur qoidalarga 6-ilovada keltirilgan. Naryad bo'yicha elektr qurilmalarida quyidagi ishlar bajarilishi mumkin. Kuchlanish olinib, kuchlanish olinmasdan tok o'tkazuvchi qismlarda va ularning yaqinida, kuchlanish olinmasdan kuchlanish ostida bo'lgan tok o'tkazuvchi qismlardan uzoqda bo'lgan ishlar. Farmoyish bu ishni mazmunini, joyini, vaqtini, xavfsizlik choralarini, agar zarur bo'lsa va uning bajarilishi topshirilgan shaxslarni belgilovchi topshiriq. Farmoyish bevosita yoki keyinchalik tezkor jurnalga yozish sharti bilan aloqa vositalari yordamida berilishi mumkin. Farmoyish bir martalik xususiyatga ega va ijrochilarning ish vaqti bilan chegaralanadi. Joriy ekspluatatsiya. Bu tezkor ta'mirlovchi xodimlar tomonidan ularga biriktirilgan uchastkalarda mustaqil ravishda bir smena davomida mazkur qoidalarning 123-bandida keltirilgan ishlarni bajarilishi. Ishlarni xavfsizligi uchun javobgar shaxslar va ularning majburiyatlari va huquqlari. Ishlarni xavfsizligi uchun quyidagi shaxslar javobgardirlar. Naryad va farmoyish beruvchi, ijozat beruvchi, tezkor xodimlar jumlasidan bo'lgan javobgar shaxs, ishning javobgar rahbari, keyingi o'rinlarda javobgar rahbar, ish bajaruvchi, kuzatuvchi, brigada a'zolari. Naryad farmoyish beruvchi shaxs ish hajmini va uning bajarilishi zarurligini belgilaydi. Uni xavfsiz bajarilishi mumkinligiga javob beradi va javobgar rahbar ish bajaruvchi yoki kuzatuvchining, shuningdek brigada a'zolarining yetarli malakaga ega ekanligi uchun javob beradi. Naryad beruvchi shaxs mazkur qoidalarda ko'zda tutilgan holatlarda naryadning alohida ko'rsatmalar satrining mazmunini aniqlab berishga majbur. Naryad va farmoyishlar berish uchun huquqi korxonaning, tashkilotning elektr xo'jaligi uchun javobgar shaxsning farmoyishi bilan vakolatlangan elektrotexnik xodimlar hisoblangan, bunga tayinlangan shaxslarga beriladi. Ko'rsatilgan shaxslar kuchlanishi 1000 voltdan yuqori bo'lgan elektr qurilmalarida elektr xavfsizligi bo'yicha kamida 5-guruhga, kuchlanishi 1000 voltgacha bo'lgan elektr qurilmalarida esa kamida 4-guruhga ega bo'lishlari shart. Ro'yxati korxonaning elektr xo'jaligi uchun javobgar shaxs tomonidan belgilangan bir qator ishlarni bajarish uchun farmoyish berish huquqi, shuningdek tezkor xodimlar hisoblangan 4-dan past bo'lmagan guruhga ega shaxslarga ham beriladi. Ijozat beruvchi, tezkor xodimlar hisoblangan javobgar shaxs quyidagilar uchun javobgardir. Ishga ijozat berish va ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan xavfsizlik choralarining to'g'ri bajarilishi, ularni yetarli darajada va ish joyiga hamda uning xususiyatlariga muvofiqligi uchun jurnallarda yoki naryadlarda rasmiylashtirilgan holda ishga ijozat berishni, ish tamomlanganidan keyin ish joyini qabul qilib
olinishini to'g'riligi uchun mazkur naryad farmoyish bo'yicha ishlarni xavfsiz bajarish yoki ish joyini tayyorlash bo'yicha naryaddan ko'rsatilgan choralarning yetarli ekanligi va to'g'riligiga shubha tug'ilgan paytda bunday tayyorgarlik to'xtatilishi lozim. Ijozat beruvchi kuchlanishi 1000 voltdan yuqori bo'lgan elektr qurilmalarida ishlarni bajarishda elektr xavfsizligi bo'yicha kamida 4-guruhga, kuchlanishi 1000 voltgacha bo'lgan kamida 3-guruhga ega bo'lishi kerak. Javobgar rahbar ijozat beruvchining ish joyini qabul qilib olayotib hamda ishga qo'yayotib ijozat beruvchi bilan bir qatorda ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan xavfsizlik choralarini yetarli darajada ko'rilgani va ish joyini to'g'ri tayyorlagani, shu jumladan naryadning alohida ko'rsatmalar ustida ko'rsatilgan choralarining yetarli ekanligi uchun javobgardir. Javobgar rahbar va ish bajaruvchi vazifalarini o'rindoshlik bilan bajarishidan tashqarigi hollarda naryad bo'yicha bajariladigan ishlarda bevosita ishtirok etishi taqiqlanadi. Javobgar rahbar etib elektr xavfsizligi bo'yicha kamida 5-guruhga ega bo'lgan elektr texnik xodim hisoblangan shaxs tayinlanadi. Javobgar rahbarni tayinlash zaruriyati naryad beruvchi tomonidan ishning hajmi, sharoiti va murakkabligiga qarab belgilanadi. Kuchlanishi 1000 voltgacha bo'lgan elektr qurilmalarida ishlar naryad bo'yicha bajarilganida javobgar rahbar tayinlash talab qilinmaydi. Ish bajaruvchi ijozat beruvchidan ish joyini qabul qilayotganda uni to'g'ri tayyorlanganligiga va uni ish bajarish uchun zarur bo'lgan xavfsizlik choralari bajarilganligi uchun javob beradi. Ish bajaruvchi ish bajarish jarayonida rioya qilinishi zarur bo'lgan xavfsizlik choralarini to'g'risida brigadaga yo'l yo'riq berish va ularni brigada a'zolari tomonidan bajarilishini ta'minlashga majburdir. Ish bajaruvchining o'zi mazkur qoidalarga rioya qiladi va uning o'zining brigada a'zolari tomonidan ularga rioya qilinishi uchun javobgar. U asbob-uskuna va takelash va boshqa ta'mirlash jihozlari ishga yaroqli holda ekanligini kuzatib turadi. Ish bajaruvchi shuningdek ish joyiga o'rnatilgan to'siq, plakatlar, yerga ulagichlarni olinmasligiga va ularni almashtirilmasligini kuzatib turishi shart.